Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan bolalar uchun ahamiyatli bo'lgan bolalarda his-tuyg'uni shakllantirish haqida gaplashamiz. Tuyg'ular dunyosi juda katta va xilma-xildir. Har bir inson ruhiy salomatligini saqlashi uchun o'z his-tuyg'ularini nazorat qilishi shart. His-tuyg'ularini to'g'ri yo'naltirgan va nazorat qilgan inson kamdan kam holatlarda muammoga duch keladi. Bunday insonlar har qanday qiyin vaziyatdan chiqish uchun o'zida kuch topa oladi. His-tuyg'ular insonlarda quyidagi hollarda namoyon bo'lishi mumkin: ijobiy quvonch, baxt, sevgi; salbiy qayg'u, umidsizlik, yo'qotish hissi; ikki ma'noli, ya'ni aralash; hasad va quvonch, ko'tarinkilik va umidsizlik. His-tuyg'ular inson hayotini qay tarzda o'zgartirib yuborishi, yaxshi yoki chigal tomonga o'zgartirishi avvalo shu insonning o'ziga bog'liq bo'ladi. Oxirida yuzaga kelgan g'azab va qo'rquv, nafrat va qayg'ularning oqibatlari unga zararli hisoblanadi. Agar inson yaxshi kayfiyatni o'zida saqlab qolmoqchi va butkul yomon kayfiyatni tark etmoqchi bo'lsa, quyidagilarga amal qilishi lozim. Musiqa mashqlarini bajarish, salbiy fikrlardan qochish, hazil qilish va sevimli mashg'ulotlari bilan yoki boshqa samarali faoliyat bilan shug'ullanish. Hayotda hamma narsa muvaffaqiyatli bo'lishi uchun siz hamma narsaga ijobiy va yaxshi kayfiyat bilan munosabatda bo'lishingiz kerak, degan edi Benedikt Spinoza. Demak, biz doimo yaxshi kayfiyatda bo'lsak, ishlarimiz doim o'ngidan kelar ekan. E'tiboringiz uchun katta rahmat.